Odatda men bunday mavzularga to'xtalmayman va astrofizika haqida gapirishni yoqtiraman. Ammo bu anjuman va sizlarning ko'pchiligingiz ateist ekanligingizni hisobga olgan holda qiziqtirish uchun sizlarga bir necha faktlarni keltiraman. Keling ba'zi ma'lumotlarni ko'rib chiqaylik. Ehtimol siz bu ma'lumotlarni barchasini bilasiz. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlar Qo'shma Shtatlarga tegishli. Boshqa mamlakatlarda qanday ekanligini bilmayman. Albatta, bunday ma'lumotlar mavjud, lekin men bu ma'lumotlarni to'plaganimda alohida bir nuqtani ko'rsatmoqchi edim. Shuning uchun qaysi mamlakat haqida so'z borayotgani bu yerda muhim emas edi. Bu ma'lumotlarni istalgan boshqa din, masalan, islom dini va unga amal qiladigan davlatlar bilan o'lchasa bo'ladi. Amerikada aholining 90% o'zini dindor deb hisoblaydi. Har yakshanba cherkovga borasizmi deb so'ramaysiz. Chunki dindor bo'lmagan ko'plab odamlar ham cherkovga boradi. Ular uchrashuvga yoki shirinlik yeyish uchun borishadi. Ular ma'naviy yuksalish uchun bormaydi. Shuning uchun siz boshqacha savol berasiz. Sizning ibodatlaringizni tinglaydigan Xudo bormi? Agar bunga ha deb javob bersangiz, siz har qanday ta'rifga ko'ra dindorsiz. Chunki sizningcha Xudo kundalik hayotingizni kuzatib turadi. Demak, bu aniq. So'nggi 1-2 yilda bu raqam biroz kamaygan bo'lishi mumkin. Ammo u taxminan 90% ni tashkil qiladi. Ma'lum bo'lishicha, agar siz oliy ta'lim olib, magistr yoki doktorlik darajasini olsangiz, bu darajalar mavjud bilimlarni shubha ostiga qo'yishni o'rgatadi. Aytgancha, bakalavr darajasi bunday qilmaydi. Unda siz boshqalar yozgan darsliklardan o'rganasiz. Ta'limotlar allaqachon mavjud bo'ladi. Yuqori darajalar oldin o'rgangan bilimlaringizni asoslarini qayta ko'rib chiqishni anglatadi. Bunday odamlar orasida bu ko'rsatkich 60% ga tushadi. Bu qiziq-a? Demak, davom etamiz. Turli sohadagi olimlarchi, biologlar, kimyogarlar, kechirasiz, muhandislarni ham qo'shaylik. Ular rasmiy ilmiy tayyorgarlikka ega odamlar, matematiklar ham. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Bizdagi foiz 40% ga tushadi. Endi bu raqamni ko'rib, voy, odamlar orasida 90%, olimlar orasida esa 40% deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, farq unchalik katta emas. Chunki har bir olim yuqori ma'lumotga ega. Aslida pasayish 90% dan 40% ga emas, balki 60% dan 40% ga. Demak, olim bo'lish sizning dindorligingizga siz o'ylaganchalik ta'sir qilmaydi. Asosiy farq oliy ma'lumotdan keyingi ta'lim tufayli yuzaga keladi. Demak, bu 40%. Endi elita olimlarga, milliy akademiya a'zolariga, olimlarning yuqori malakali kichik guruhiga e'tibor qaratamiz. Bu yerda raqam 7% ga tushadi. Britaniyaning Nature jurnalida tadqiqot e'lon qilingandan so'ng elita odamlarning 93% Xudoni rad etadi degan sarlavha paydo bo'ldi. Bu shov-shuvli sarlavha bo'lishi kerak edi. Men unga qarab, bu hatto qiziq ham emas dedim. Chunki bu shunchaki umumiy tendensiya edi. Qiziqarlisi, sarlavha bo'lmagan narsa shuki 7% elita olimlar Xudoga ibodat qiladi. Bu siz uchun qiziqarliroq fakt emasmi? Bu sizni ajablantirmayaptimi? Dunyoning eng mashhur olimlar orasida 7% hali ham yakka Xudoga ibodat qiladi. Menimcha bu holatni nariga rad etuvchi 93% dan ko'ra chuqurroq o'rganish kerak. Chunki bu yerda nimadir bo'lyapti, nima ekanligini esa bilmaymiz. Men bu haqda odamlar bilan bahslashganman. Ateistlar jamoasidagi radikallarga shunday derdim. Siz jamoatchilikning nohaq ekanini aytib hujum qilyapsiz. Men esa o'ylayman, jamoatchilikka tashlanishdan oldin nima uchun hali ham Xudoga ibodat qilayotgan 7% elita olimlarni o'rganishga harakat qilmayapsiz? Men bu haqda odamlar bilan bahslashganman. Ateistlar jamoasidagi radikallarga shunday derdim. Siz jamoatchilikni nohaq ekanligini aytib hujum qilyapsiz. Men esa o'ylayman, jamoatchilikka tashlanishdan oldin nima uchun hali ham Xudoga ibodat qilayotgan 7% elita olimlarini o'zgartirishga harakat qilmayapsiz. Men shunchaki aytyapman, agar odamlarni darajalashtirishni istasangiz, avval shuni tushunib oling. Chunki o'sha 7% ni o'zgartira olmasangiz, keng omma bilan umuman ishingiz yurishmaydi. Men mana shuni nazarda tutyapman. Bu ilmiy ma'lumotli odamlar orasidagi holat. Endi filosoflar, ya'ni faylasuflar haqida gapirsak. Ular aslida ateizmni kashf qilishgan. Agar shu statistikani faylasuflar uchun tekshirsangiz, u 1% dan ham past. Dindor faylasuflar deyarli yo'q. Faqat ilohiyotchi faylasuflar bor xolos, to'g'rimi? Agar ilohiyotchi faylasuflarni hisobga olmasak, bu son amalda 0 ga teng. Shunday ekan, aslida faylasuflar ateizmni dunyoga keltirgan. Bu esa shunchaki savol, bilmadim, bu yerda Avstraliyada demak, maktablarda Injil o'qitiladimi yoki yo'qmi? Yo'qmi? Bu qonun bo'yichami yoki an'anami? Xo'p, Amerikada davlat va din alohida bo'lish kerakligi haqida tushuncha bor. Umuman olganda bu mamlakat tarixining ko'p qismida hurmat bilan saqlanib kelingan. Amerikaning qiziq tomoni bugun biroz eslatib o'tilganidek, u davlat dinsiz bo'lishi kerak degan tamoyilga asoslangan. Demak, sizning qaysi dinga mansub ekanligingizga befarq. Ya'ni sizga kimga sig'inishni aytadigan hokimiyat yo'q. Biz buni oddiy hol deb bilamiz, ammo dunyoning ko'p joylarida bunday emas. New Jerseyda bir voqea bo'ldi. Davlat maktabining tarix o'qituvchisi o'rta maktab o'quvchisiga agar Isoni Robbingiz va najotkoringiz deb qabul qilmasangiz, do'zaxga tushasiz deb aytdi.
U yerda o'tirgan bir musulmon qizaloq esa sen allaqachon do'zaxga mahkumsan dedi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, Nuhning kemasida dinozavrlar bo'lgan emish. Uchinchisi esa katta portlash va evolyutsiya shunchaki nazariyalar bo'lib, ularni xohlasangiz qabul qilasiz, xohlamasangiz yo'q. Aytganimdek, men bunday narsalarga aralashmayman. Shunchaki aralashmayman. Bizda bu bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Keyin o'ylab ko'rdim va bilasizmi, bu haqda muharrirga yaxshigina xat yozishim mumkin dedim. Iso haqidagi qismini tashlab ketdim. Uning aytganlarini qolgan qismiga e'tibor qaratdim va mana The New York Times gazetasida chop etilgan xatim. Odamlar New Jerseydagi holatni birinchi tuzatishning buzilishi, ya'ni din va davlatni ajratish masalasi deb ko'rsatishdi. Ammo gap va din va davlatni ajratish zarurati haqida emas edi. Gap o'qituvchilar safidan johil, ilmiy savodsiz kishilarni ajratib olish haqida edi. Agar u Isoni xaloskor deb hisoblasa, bu ilmiy savodsizlikning belgisi emas. Chunki amerikalik olimlarning 40% yakka xudoga ishonadi. Ilmiy savodsizlik esa shuni anglatadiki, agar Nuh odam bo'lgan bo'lsa, uning kemasida dinozavrlar bo'lmagan. Chunki odamlar va dinozavrlar bir davrda yashamagan. Buni o'sha olimning har biri biladi. Hatto xudoga ibodat qiladigan 40% ham. Shunday qilib men bu yerda chegara chizdim. Keyin esa billboard janglari boshlandi. Shunday ekanda xullas bu davom etadi. Biz shunga chidashimiz kerak. Keyin esa bu yerda reklama beruvchilar jangi davom etmoqda. Ba'zilar neytral pozitsiyani egallashga urinadi. Keyin may oyida mana bu ahmoq paydo bo'ldi. Bu qiyomat kuni haqidagi gap-so'zlar ekvatordan janubga ham yetib bordimi? Ha, shunday bo'ldi. Endi buning yaxshi tomoni shundaki, Iso bir kun keladi kabi boshqa bashoratlardan farqli o'laroq buning aniq sanasi bor edi. To'g'rimi? Buni tekshirish mumkin edi. Buni sinab ko'rish juda oson. Shunchaki kutib turishingiz kerak edi xolos, to'g'rimi? Xo'sh, endi ma'lum bo'lishicha 21-may faqat Iso kelishi kerak bo'lgan kun ekan. Dunyoning oxiri esa aslida 21-oktyabrga bashorat qilingan. Bu to'g'ridan-to'g'ri saytdan olingan ma'lumot edi. Shuning uchun tweet yozishga majbur bo'ldim. Bu 21-may edi. 20-may kuni men Twitterda shunday yozdim. Agar Iso haqiqatan ham 21-may kuni kelsa, shubhalanuvchilarni ishontirish oson bo'ladi. Agar u kelmasa, dindorlar tahrib bo'lib qoladimi? Mening savolim shu edi. Endi Twitter oqimida bu butunlay notanish odamlar bilan jonli suhbatga aylandi. Hamma o'zining 140 belgidan iborat fikrini qoldiradi. Xullas, o'sha tweetda juda katta javob paydo bo'ldi. Siz mening followerlarimning ko'pchiligi yoki hech bo'lmaganda katta qismi ateistik qarashda bo'lishini taxmin qilasiz. Shuning uchun kuzatuvchilarim, bu odam ahmoq, nima uchun bunga vaqt sarflayapmiz deyishini kutgansiz, to'g'rimi? Xo'sh, shunday bir odam javob berdi, lekin siz o'ylagandek emas. Xo'sh, buni qanday tushunish kerak? Bu kimnidir Isoning kelishi haqidagi bashoratdan norozi bo'lyaptimi yoki u suratdagi odam Injil haqida hech narsa bilmaydi deb aytmoqda? Vaholanki u biladi va bu davom etdi. Boshqa joylarda odamlar Iso qachon kelishini bilib bo'lmasligini aytib, muqaddas kitobda iqtibos keltirishardi. Demak, bu odamlarning aniq bilishini da'vo qilishi uning Injilni o'qimaganini anglatadi. Shunday qilib, bu yerda Injilni kim eng kam bilishi bo'yicha radikallarcha bahslashishga tayyor odamlar bor ekan. Odatda men bunday ma'ruzalar qilmayman, ammo bu ilm-fan, ta'lim va e'tiqodning real hayotda qanday o'zaro ta'sir qilishiga qiziqarli nazar bo'ladi deb o'yladim. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, keng jamoatchilikning 90% yagona Xudoga ishonadi. Oliy ma'lumotlilarning 60% shunday. Olimlarning esa 40% ishonadi. Elit olimlarining 7% shunday qiladi. Faylasuflar esa agar ular ilohiyotshunos faylasuflar bo'lmasa, bu raqam aslida 0 ga teng. Bu tendensiya bizga nimanidir anglatadi. U bizga dunyo qanday ishlashini qanchalik ko'p o'rgansangiz, bilimga shunchalik ko'p shubha bilan qarasangiz, inson ishlariga faol aralashadigan Xudoga ishonch ehtimoli shunchalik kamayishini ko'rsatadi. Lekin o'sha 7% elit olimlarichi, bu juda qiziq, chunki men uchun bu 93% ishonmaydiganlardan ko'ra qiziqroq. U yerda nima bo'lyapti o'zi? Savol mana shunda. Agar siz e'tiqod va ateizm munozarasi haqida jiddiy o'ylayotgan bo'lsangiz, ehtimol aynan shuni tushunib olishdan boshlashingiz kerak. O'ylaymanki, bugun sizlarga yetarlicha fikr berdim. U yog'i o'zingizga havola. Rahmat.